Tünögün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığını içilip bir karar makullaptı. Bu kararının məqsədi bolsa, Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengayişinin daimi müdürlük vazifesini ötəvatqan 5 devletinin ikkisi bolğan Xitay devleti bilen Rusya devletiga nisbeten karar makullap rad qilish ovozi berganda texmi zo'r javobgarlikqa ega bo'lish va mas'uliyatni ustiga oladigan belgimalar bekitilgan. Rossiya, Xitoy davlati va uningdan boshqa 3 davlatni o'z ichiga olgan. Masalan, ma'lum bir qaror e'lonlangan vaqtida bu bexatarlik kengayishining 5 mudiri bo'lgan davlatlar rad qilgan vaqtida, ya'ni 193 a'zo davlatlar qatnashgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınıga tushundirish berish va uning javobgarligini ustiga olish. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınıga tushundirish berish, Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo bo'lgan har qanday bir davlat sen bilan munozara olib berish, hatto rad qilish. Sening rad qilgan qaroring amaliyotga uyg'unmi emasmi? Sening rad qilgan qaroring kuchiga ega bo'lish kerakmi, bo'lmaslik kerakmi degandek rad qilish munozaralar olib berildi ekan. Bundaq bir qarorning ilinishi Rossiya va Xitoy davlatlari muhim bir masala kelgan chaqda uningga qarta rad qilish pozitsiyasida bo'lgan vaqtida to'salg'u va qiyinchiliklar texmi zo'r edi ekan. Chunki bu 5 davlat Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bexatarlik kengayishining 5 mudirligiga tayinlanib qilishdagi sabab bo'lsa, 2. Dünya urushida Germaniya va Yaponiya ustidan g'alaba qilgan davlatlar deb hisoblanib, hem Birleşken Devletler Teşkilatı'nı qurgan ve qurguvchilar bo'lib atılıb qolgan ekan. Mana shunday sabablar bilan bu 5 davlat tabiiy holda mangulik Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kengayish a'zosining mudirligiga aylanib qolgan ekan. Shuning bilan muhim yig'inning qarorlari ilingan vaqtida mudirlik vazifasi bo'lgan davlatlar rad qilsa, u qaror palash bo'lib qoldi ekan. Endi bu yeni qarar ilingandan keyin mudirlik a'zosi huquqi bor davlatlar rad qilgan vaqtida rad qilish ovozi zo'r to'sqinliklarga uchraydi ekan. Masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'inida tushuntirish berish, yig'in vakillarini qoyil qilish va uning javobgarligini ustiga olish qatorliq masalalarga to'g'ri keladi ekan. Burunqidek rad qilib aslan qaror bo'lib ketmaydi ekan. Bu demak Birleşken Devletler Teşkilatı'da bir islohotning yuz berganligi hem birinci qadami bo'lib hisoblanadi ekan. Asli Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki mohiyati bo'lsa dunyodagi urushlarni to'xtatish, dunyoga tinchlik akilish va dunyo xarakterlik bir hukumat bo'lish kerak ekan. Ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo bo'lgan 193 davlat, ya'ni bunda aytganda 193 odam o'zaro jidal majrolar bo'lgan vaqtida kuchliklar ojizlarni bo'za qilmaslik va bundaq yuz bergan masalalarni to'g'ri yo'lda hal qiladigan shu funksiyasini ijro qila oladigan dunyo xarakterlik bir hukumat bo'lish kerak ekan. Har qanday ishni adil bir taraf qiladigan, jinoyatchi davlatlarni xalqaro sudga yo'llaydigan degandek. Bu xalqaroliq hukumatmi dastlabdagi mezgilda shundoq g'oya bilan qurilib chiqqan ekan. Lekin aksicha undaq funksiyasini ijro qilolmay, bu bexatarlik doimiy kengashga a'zo bo'lgan mudirlik vazifasini ustiga olgan bu 5 davlat o'z rolini yaxshi joriy qilolmay, buning misoli bo'lsa Sovet ittifoqi vaqtida Sovet hukumati o'z oldiga Afg'onistonga tajovuz qilish, Shimoliy va Janubiy Koreyada urush paydo qilish, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xizmatini palash holatga tushirib, siyosiy va harbiy jihati bo'lsa texmi cho'ng krizislarni paydo qilgan. Bo'libmi siyosiy masalalar kelgan chaqda, harbiy to'qinish ishlariga kelgan vaqtida mudirlik vazifasini o'tayotgan bu 5 davlat javobgarlikka tortilish kerak ekan. Bo'libmi Birleşken Devletlerning muhim yig'iniga kelgan vaqtida bu mudirlik vazifasini o'tayotgan 5 davlatninki rad qilish, qarshi turish huquqiga cheklama qo'yish kerak ekan. Butun jidal majroning beshi, butun qilaymiqonchiliklarningki beshi mushu mudirlik vazifasini o'tayotgan 5 davlat bo'lib hisoblanadi ekan. Bularning ichida texmi uchiga chiqqan zo'migar davlatlar bo'lgan Rossiya va Xitoy davlatining rad qilish, qarshi turish huquqiga texmi cho'ng cheklama qo'yish kerak ekan. Buning misolini olsak, Xitoy davlati Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uyg'ur masalasi to'g'risida yig'in ichilayotgan vaqtida bir ovoz bilan rad qilgan va rad qilib kelgan. Endi bu qaror ilingandan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'da yana qaytadan Uyg'ur masalasi o'tirib qo'yilgan vaqtida Xitoy davlati u bir ovoz bilan rad qilinmaydi ekan. Agar rad qilib qolsa,
u chaqda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın çoğun yig'inida tushundirish berish kerak. Tushundirish bagida qandaq dalil isbotlaring bor va nima uchun rad qilasan? Atalmış Şinjan meselesidagi masalalarga kelgan vaqtida sen nima uchun rad qilib sakrab ketasan? Mushundaq masalalarga Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki çoğun yig'inida tushuntirish berish va ularni qoyil qilish masalasiga to'g'ri keladi ekan.